farzandingiz qachondan maktabga o'qiydi? 1-sentyabrdan oldingi yil. Farzandim 6 oydan beri shu maktabda tahsil olyapti. Oldingi maktab bilan bu maktabdagi farqlarni sezganmisiz? Katta farqi bor. Allohga shukr, mashalloh. Ya'ni qaysi maktabda yoki tartibida Hammasida o'zgarish bor. Hammasida, Xudo xolasa, hammasida. Yomon emas, Xudo xolasa. O'zgarishlarga keladigan bo'lsak, juda ham zo'r natija. Oldingi maktabida o'zlashtirishi uncha emas edi. Hozirgi paytda ingliz tili, rus tilidan o'zlashtirishi juda ham yaxshi va oldinga qarab ketyapti. qaysi fanni o'zlashtirishi qiyin bo'ldi bu maktabga kelgandan keyin deb o'ylaysiz? Ingliz tili ozgina qiyin bo'ldi. Joyiga tushib ketdi hammasi, Xudo xolasa. Matematika fani bo'yicha qiynalardi. Juda ham o'zlashtirishi qiyin bo'layotdi. Bu maktabga o'tgandan keyin matematikasi ham a'lo baholarga o'tishni boshladi. Direktorimizga rahmat, rahbarimizga rahmat, tanlari sog' bo'lsin. Ota-onalar rohatini ko'rsinlar. Har doim yaxshi to'ylar qilsinlar. Bolalarni ilmli bo'lsin bolalar, bilimli. Omad tilayman bolalarga hammasiga. Tanlaga sog', direktorga omad, rahbarimizga kattakon rahmat.